ko'plab avtoblogerlarga viziv tashuvdik. Hech kimdan viziv qaytmadi. Mana xudo xohlasa, biz Ramazon aksiyadagi mashinlarimizni 6-sini qo'yib beryapmiz. Mashinamizni xudo xohlasa bir muhtoj odamga $990 berib yuborishga qaror qildik. Yumshoq balon qo'yilgan, Matizimiz 3 porshili yurib turibdi, tayyor. Bu mashinamizni o'zimiz $2700 olganmiz. Buni bahosini Ramazon uchun o'sha muhtojga, har kimga ham bermaymiz. O'sha boquvchisi yo'q yoki soliqida kamchiligi bor oilalarga sotuvni esa 15-mart kuni sizlar bilan, kelganlar bilan suhbatlashib, o'sha suhbat asosida berishga qaror qildik. Bunaqa variantlar, bunaqa shanslar faqat NBNda bo'ladi. Boshqa viloyatlarda bo'lishini ham xudo xohlasa kutib qolamiz. Qani bizga o'xshab kimdir qilib bersa, biz ham xursand bo'lamiz. Bizning sahifamizga obuna bo'lib qo'yib, ushbu videoni maksimalni tarqatib qo'yasiz.